Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana o'z egalariga ko'chatlar chiqaryapmiz. Xudo xolasa ertaga ko'chatlar dastavkasini qilamiz. Anchadan beri video qo'ymayotgandik. Mana apelsin ko'chatlari bo'ladi. Tayyor salafanlangan, tag paketlangan. Apelsinni qayerdan bilamiz deydigan bo'lsanglar, mana bakida oshiqcha joyi bo'ladi apelsin. Bo'yini ko'rishingiz mumkin. Bo'yi anchagina baland, shoxlagan, chiroyli holatda. Bu yilda o'zida hosil qiladi. Limon ko'chatlarimiz mana paqir tuvakka o'tkazilgan. Juda sershox, chiroyli holatda. Bu ham meva qilishga tayyor. Mana bunisini ham ko'rishlar mumkin. Paqir limon ko'chat. Bu mandarin ko'chatlarimiz mana. Barglarini ko'rsanglar, apelsindan boshqacha bo'ladi bu. Mana ingichka, nina bargli bo'ladi. Shuning uchun sovuqqa nisbatan chidamliroq bo'ladi. Apelsin limonga qaraganda. Mana yana apelsin ko'chatimiz bu. Mana. Bakini ko'rishlar mumkin. Shunaqa oshiqcha joy bo'ladi mana. Bakida. Mana yana. Bu apelsin. Bu mandarin. Baklarini ko'rishingiz mumkin mana. Bu limon ko'chatlar mana bu 2 yoshli ko'chatlar meva qilgan. O'shaning uchun ozgina gavdasi kichkinaroq, meva qilib qo'ygan hisobiga. Shuning uchun biz ko'chatlar iloji boricha bu holatda tarbiyalaymiz. Sababi sizlar olgandan keyin, u ekkandan keyin shu holatda hosil qilsa, bunaqa bitta ikkita emas, qolgan videolarimda bor, ko'proq hosil qiladi. Mana mashinamizda to'la ko'chat, xudo xolasa ertaga dastavka qilamiz, egalari qabul qilib oladi. Manzil Namangan viloyati Norin tumani. Videoning tagida nomerlar qoldiramiz. Bemalol bog'laninglar, O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor. Narxlari chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Dehqonchilik bizga bu narsalar hammasi o'zimiz yetishtiramiz. Sifatiga xudo xolasa ko'rib turibsizlar mana. Birorta baki nima deydi? Sarg'aygan yoki boshqa emas, hammasi yashnab turibdi. Shu holatda ham mana meva qilib qo'ygan ko'chatlar. Zakaz beringlar, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor, yetkazib beramiz, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, kutamiz. Ishonch o'sha telefonlarga telefon qilinglar, yetkazib beramiz, dastavkalari bor. Rahmat.